Qəbri aldidagi armonlar. Salima A. Kamal. Mən qəbr mazarlardan bəxt tilab yürüydiganlardan emas. Amma bu qəbrini tushangachga yaqinlashgan siri vujudim o'rtandi. Qo'limda bir tutam gul, bir avtomobil bemalol mang'udek bog' yo'lida udulumdagi yapishil qarag'aylar orasida qad ko'tarib turgan qabriga qarab ketyaptiman. Yo'l mang'an siri uzrab ketyotgandek. Yo'lning ikki qasniqida hüppida echilgan pilpil gul, soldat gul, qarag'ay gul, seriq sapda, attir gul, qizil gullar orasiga ko'zga chiliqarlik qilib o'rnatilgan kichik-kichik taqtaylarga qo'shoqlar yozilgan. Alvanga sürük bermey, yayi qamchilab chiqdi. Bu zulümga chidamay, sadir atlanıp chiqdi. 10 qadamchi mangdim, yana bir kuplet qo'shoq. Sadir deb etim yaman 15 yoshda atalgan. Dastlabki tutilganda do'ng yağmulga palangan. Attirgullar orasida yana biri. 2000 cherik chiqdi. Mingen atlari qaşqa. Çerik atıdu taşqa, sadir atıdu başqa. Mən birdem onğa, birdem solğa qarab, ixtiyarsız toxtayman. Acayip mənilik sadir palvan qoşaqlarını oquyman. Yana aldığı mağaman. Axiri addiyğini bir qəbri aldığı kelib toxtadım. Supu çıqırılıb yasalğan qəbriga çaplanğan çaqçuqlarının bəziləri yerim puçulğan. Sırları öşkən halda eğir sükütü turatdı. Qəbrinin iki tərəfigə yanmayan qılıb yana 2 kuplet. Yan tərəfigə 3 kupletdən 6 kuplet. Quyruğida yana 2 kuplet qoşaq yazılğan ikən. Qəbrini aylanıb həmmini üllük oqub çıxdım. Bəzi mısralarda acayip xalqpərvər ruh urğusa, bəzisida şir yürək erkek zatının xisleti manı mən deydi. Bəzisida xalqның munzari tökülsə, bəzisi mehriban bir atının xutun balısını seğinğanlığını sözləydi. Mən Sadir Palvanni o'ttir maktabdagi adabiyot darsligidan tonib olganimdan boshlab unutmadim. Biroq ayni chaqlarda uni to'liq tushunmagan ekanman. Çətel xalqlarının tarixi məşhurlarına tutqan qadirləş ingini körgən, düşəngəndən keyin özümge suallar qoydum. 1990 yılı Rusiyanın Moskva, Sankt-Peterburg şəhərlərdə sayahat ziyaretdə buldum. Moskva dəryası boyidiki Yeni Pəri qəbristanlığı Ruslarının bir muncha məşhur qəbristanlığı içində ən həşimətliki ikən. Qəbristanlıq Smolnskiy çirkaviga yandaş bo'lib, aylanma qizil temaga oq ranglik qapartma gullar naqshlangan. Çirkav ustidagi oltin ranglik 5 yumuloq munar quyosh nurida tavlanib turdi. Qəbristanlikning hayratlik darvozasidan kiribla minglagan qabr teshirini ko'rgili bo'ladi. Palak taqashgan kauchuk qiyin zarliqda minglagan haykallar qad ko'tarib turdi. Sürlük, nefs heykeller kişiге heykeltarashlik muzeyiga kirib qolgandek tuyg'u berdi. Qəbristanlıqqa Rusiyaning mashhur siyosiy yo'llari, harbiy qo'mondan, olimlari, adib, muzikant, san'atkorlari dafn qilingan. Men Rusiyada buncha vala ko'p mashhur o'lib tugagan bo'lsa, mashhurlar qolmaganchig'i deb o'ylab qoldim. Simotlangan 2 metrchi kenglikdagi piyodalar yo'lida Sultan Xo'janur akam bilan billa bir top kishiga qo'shilib qabristonlikqa ishkirladim. Qabrlar ratlik qo'pirilgan, arch qarg'aylarmi ratlik tikilgan edi. Bizga asarlari bilan tonish bo'lgan N.V. Gogol, A.P. Chekhov, Mayakovskiy qatorliqlarning qabrisi oldidan o'tdim. Xoroshovning qabri supusili emas, supi ustidagi haykalining peshonasi, qishi, burni, og'zimi tang nisbatda ikkiga bo'linib, toki badanigacha yerim oq, yerimi qora marmardan qattirilgan ekan. Nima uchun bundaq ikki xil rangda qattirilgandi deb so'ragan savolimga tag'am
Tushundirgichi haykalning rangi to'g'risida, chunki Xurushev oq bilan qorni farqlantiradigan kishi edi deb deb javob berdi. Ba'zi qabrlarning ustidagi qorlar supurilgan, chiroyli lo'nqilarga tizilgan gullar, qochi gullar qo'yilgan. Men oldimga 2 qadam tashlabla bir qabr ustida yotgan oqquni ko'rib qoldim. Uzunluğu 1 metrcha oq marmardan yasalgan oqqu qanotlarining birini oldiga, birini orqasiga keng yeyib, uzun bo'ynini oldidagi qanotining ustiga qo'yib uxlayotdi. Haykalga qarab, bu yerga cho'qim dangdar balet ustasi ko'milganligini jazmlashtirdim. Degandek qabr teshiga mashhur balet ustasi Davidova degan xat yozilibdi. Ajoyib nafs oqqudin beshimni tast ko'tirgunimda tag'am xil uzab ketibdi. Yetishib olish uchun qadamlarimni tezlatdim. Shu chaq menga tonish bir qizni ko'rib qoldim. U ko'nlaklari yirtilgan, badani ko'kargan, chochlari chuvulgan, qo'llari kayniga qayrilib qattiq bog'langan, g'azablik ko'zini dushmaniga tikkan peti darg'a esiqliq turatdi. Men qabr teshidagi biror harfga qarab qo'ymasdan, uni Sovet ittifoqining qahramoni Zoya Kosmodemyanskayani tunib oldim. Uning inisi Shura bilan vatanini, hurligini qo'g'dash yo'lida dushman bilan murassasiz kurash qilgan ajoyib botirlik kashmishlari esimga to'liq tushib bo'ldi. Shu chaqda o'zimni normalsiz sezdim. Ajab, men bir chet-ellik turib, ruslarning qahramon qizini shuncha pishiq biladi ekanman, o'zimizning qahramon qizi Rizvangulni Zoyadek pishiq bilmaydi ekanman. Men dushman g'alzirlarcha to'q tutgan paytdimu istitaklar orasida yugurib yarador jangchilarimizni qutqizib, o'zining badanidan hasi yo'g'an jangchini apash etginicha o'qlar ostidan elib ketayotganda taq beshiga o'q tegib, shu yerda jon bergan 19 yoshli botir qizning qonlari singan joyda haram bog'da o'ynab cho'ng bo'ldim-ku. Undaqda nurg'un kishilarimizning Rizvangulni teqi bilmasligidan ranjimisami bo'lg'idek deb o'yladim. Rus adiblariga Zoyaning onasiga barakallah. Zoya va Shura nomli biografik asarni, ya'ni ularning hayotini, o'limini o'z onasi yezib, tarix hujjat sifatida qoldirgan ekan. Xiyol bilan beshim tushib ketdi. Ko'kish marmar yotqizilgan qabr oldiga kelgandila beshimni ko'tirdim. Qabr supisining o'ttirsiga o'rnatilgan 3 metrcha egiz marmar to'rik beshiga shu xil marmardan aeroplan modeli o'rnatilgan. Uning usti ochiq aeroplanda rolni chin qamollagan barmoqlari, turilgan qo'shimisi, chin yemirilgan lavlaridan tajovuzchilarning naq uvsini bombardimon qilayotgandiki, o'zlikdan halqagan azamat ushquchining haykali edi. U menga ko'krigini kerib vatanida hur yashayotgan sonsiz ushquchilar orasida hayot yashayotgandek bilindi. Men haykalga hangviqib qarab qoldim. U 2-chi dunyo urushida o'z vatanini qo'g'dashga jinini bergan ushquchi bo'lsa kerak. Qiyosim to'g'ri ekan. Qabri teshiga vatan ordeni o'yiqliq turibdi. Tushundirgichining harbiy lyochik haqida bergan ma'lumoti tugidi. Shu chaqda top arasidan seriq chashliq 20 yoshlardagi bir qiz yanchuqidan chiroyli qatlangan gullik qo'l yog'liqni chiqardi-da, yog'liqni qatlangan beti qabri teshining ustiga qo'ydi. Beshini tuvan silib, 1 minutcha sukut tuturdi. Andin tez mengib, o'z to'piga yetishib oldi. Men u qoldirib ketgan qo'l yog'liqqa qarab turib qoldim. Putlarim eg'irlashib, mang'ili qo'ymadi. Xalq qahramonlarimizni qadrlash engimizdagi farqni alam bilan to'yg'unimda hasad xo'rliqdan ichimga o't ketdi. Ruslar mashhurlarining qabristonligini madaniyatga, tarixga guvoh bo'lg'uchi muzeyga aylantirgan.
Bu yerdə düşəndirgüçilər ziyaretçilərə məşhur kişilərinin qiziqarlıq keçmişləri, nəticələri, töhfələrini düşəndirib qoydu ikən. Ularının caranlıq avazı iftixarlıqını namayan qılıdı ikən. Ruslar bu qəbrlərini yoxlaş, süpürüş, güldəstə qoyuşni müqəddəs deyə bildi ikən. O'ttur məktəb oquşluqida bu qəbristanğa aid məzmun var ikən. Tarix o'qituvchilari o'quvchilarni boshlab kelib naq maydonda dars o'tadi ekan. Ayni chog'da men biz nimishqa mashhurlarimizning tirikinimi, o'likinimi ularda qadrlay olmaymiz degan savolni o'zimga qo'ygan. Kallam peqirab ketgan edi. Qabristonlikdan yo'q, üstü uchuq tarix muzeyidan chiqqanda go'yo bir maktabni tarixiy ulug'larimizga qandaq muomala qilish maktabini bitirgandek bo'lgan edim. Xeli kuchlik avral shamili urilib, etaklarimni uchirdi, chochlarimni chuvdi. Shu chog'dala esimni yig'ib o'zimni tuzashtirdim. Sodir buvamga atgan bir tutam gulni siqindigan o'ng qo'lim terlab ketgan edi. Men Sodir palvon buvamga gulni tutdim. To'g'risi, qabrining keng supisiga chiqib, uning muborak nomi yozilgan qubba oldiga qo'ydim. Oddiy to'pi kesakdan qo'pirilgan qabri oldida sukut turg'unimda, ashu to'pi kesaklar, ashu puchulgan chaqchuqlar menga marmardan qimmatli ko'rindi. O'zimni mag'rur sezdim. Qabridan yenib, ko'limi 60 kvadrat metrcha keladigan uyga, ya'ni Sodir palvon xotiri uyga kirib, tushandirgichiga agashdim. Sodir palvon Manching amaldori Leroyning ili xalqiga salgan eg'ir alvang siliqi, zulmiga qarshi chiqqan Uyg'urlarning lezichini. U Suydin sepilini partiltib, necha qal'ani azod qilganda Manching hukmdori Aliqzodi bo'lib, Charosiyadan yordam so'ragan. Charosiya generali Kalpakovski Sodir palvon yetakchilik qilgan dehqonlar qo'zg'olonini bostirish uchun qo'shin boshlab iliga kirgan. Ammo u Ko'ktosh qal'asida Sodir palvon yetaklagan dehqonlar tarafidan tarmar qilingan. Tushundiruvchining so'zini anglab o'tib, Urumchidagi bir qatimliq Sodir palvon uyini kengaytish, palvonning haykalini qattirish ustidagi kengash yodimga yetdi. Tilshunos olimimiz hurmatlik İbrahim Mutii efendi bizga Sodir palvon qo'shuni Manjuning ko'radagi muhim qal'asini portlatib etgan. Kalpakovskining tajovuzchi askarlarini Qo'rg'as chegarasiga qo'g'ilganda yo'lning ikki tarafiga quzuq qaqqizib o'lgan tajovuzchilarning kallasini quzuqqa qadab mangan deb so'zlagan edi. Men Sodir palvon xotiri uyidagi qimmatli buyumlarni, suratlarni tafsili ko'rdim. 105 parcha qimmatli surat ichida 429 yillik tarixi bor Quntaychi raviqining sizmi rasmidan tortilgan surati bor ekan. Sodir palvonning girvaklari kashtilangan oq malg'ay kiygan, qo'yiq qora qoshlari ostidagi yo'g'on bir jup ko'zi yiroqlarga tikilgan, yarishimliq buriti ostidagi lavlari ching yemirilgan, yerim badallik qiyofati tushirilgan boj marksimi bor edi. Bu yerda men o'qirmanlarimga yerim badallik qiyofat rasm bilan boj markasi to'g'risida aniq ushur berib o'taman. Bu rasm Sodir palvon hayot vaqtida sızılgan bo'lmasdan vafotidan 74 yil keyin, ya'ni 1945-yili Qozog'istonlik qozoq rassom Abilqon Qastiyov sızgan rasmdir. Bu haqda ma'rifchi shoir dramaturg Qodir Hasinovning Hayat Anlari degan kitobida mundaq ma'lumotlar bor. Uyg'ur xalqining mashhur qahramoni, ozodlik jangchisi, hozir javob qo'shoqchisi Sodir palvonning rasmi avlodi uchun saqlanmagan edi. Bu ishni dastlab 1920-yili Uyg'ur rassom Abo Shamsi tutgan. U sızgan Sodir palvon rasmi 1934-yili Almatada ochilgan rasm ko'rgazmasiga qo'yilgan. Aradan bir necha yil o'tib, bu asar izsiz yo'qolib ketdi. 1945-yilga kelganda Sodirni qayta sizish avlod
yurtlarga Sadirning simasini qaldırış işi qo'lga ilindi. Shu yillarda men Almatada chiqadigan Qozoq eli Yangi hayot jurnalida redaktor o'rinbosari edim. Uyg'urshunos Sey Shokirjon ikkimiz Sadirning rasmini sizish ishini maslahatlashdik. Qaysi rassamga sizdirish kerak? Oxiri Abilqon Qostirovga sizdirmoqchi bo'ldik. Sababi u yarkentlik, Uyg'urlarga aralashib o'sgan. Uningga Uyg'urning qahramonligi, tarixi, turmush urf-odatlari, o'tmishi, mijoz xulqi tunish. Shu yillarda yana palvonni bildiganlarmi bor edi. Ularning orasidagi biri Aysham Jilil qizi To'qmoq shahrida turadi. Yeshi 120larda bo'lishi mumkin. Shokirjon uning bilan so'zlashganda u mumay. Men Sadirni ko'rganda 3 bolaga ona edim. Sadir egiz bo'yliq, o'tkir ko'zlik, peshonasi keng, qanşarliq odam edi degan. Uning bu so'zining to'g'riliqini Ma'sum buva hamda o'g'li tasdiqlagan. U kishi Sadir palvonga navri tuqqan, keyinchi kuyovul bo'lgan. Men buvamning oldida yurganda 11-12 yoshlarda edim. Qiyofati to'liq esimda deydi u. Beshkek shahrida turishliq Gulcamol Churuq qizimi nurg'un ishlarni aytib berdi. Sadirni ko'p ko'rgan, suhbatda bo'lgan Sodiq bova Hasan o'g'li Sadirni oxirgi qitim 32 yoshida Qo'rg'osda ko'rgan ekan. Sodiq bova 100 yil yoshidi. Yana o'z davrida Molla Bilal Nozimi yozgan G'azot Darmulki Chin, Musa Sayramining Tarixi Aminiya qatorliq asarlari va Cho'qon Valixonov tadqiqotlari xalq naqshi qo'shoqlarining palvonning qiyofatini belgilashda cho'ng yordami bo'ldi. Qastiyov ko'p ajr qildi. Uning dastlab sizg'anlari yuqorida atalgan kishilarga ko'rsatilib, ularning fikr maslahati bo'yicha qayta sizildi. Shunda qilib Sadir palvonning portreti 1945-yili Qozoq eli jurnalida e'lon qilindi. Bu rasm hozir butun madaniy olamga mashhur bo'lib ketdi. Sadir palvonning yerim badallik rasmi tushirilgan boj markasi va Ili Yamulining rasmlariga kelsak, Sadir palvon xotir uyini qurib, palvonni tirildirib aramizga keltirishga 30 yil sarf qilgan. Sadir palvon haqida 4 kitob yozib, uni Jungoga, dunyoga tunutgan Tursun Yasin muallim Almatadagi Sadir palvon ko'rgazmaxonasidan setib olgan ekan. Bu yerda yana 300 yil burun elida ishlangan Almaliq degan xat bor, dunyo xaritasi. Sadir palvon qo'shoqlariga asosan sizilgan maybo'yoq rasmlar, kam deganda 40 yillik tarixiy suratlarda Sadir palvonni, uning qahramonliklarini bildigan yurt cho'nglarining faoliyatlari, qabrisini izlash, tepish, bekitish jarayonidagi tadqiqotchilarning xizmatlari, Sadirning navri-chavrilari, pay navrilarining suratlari bor edi. G'ulji nahiyasining Molla Taxti yeza Barat mahallasi Sadir palvon tug'ilgan, balaliq, yoshligini o'tkazgan tavarruk joy. Sadir palvon maqbarasi mushu mahalladagi har darajalik o'rinlar shaxslarning qo'llashida Sadirning asli qabrisining o'rniga qurilgan ekan. Mening qabrining tepilishi, jazmlanishi to'g'risida aniq ma'lumot olg'im keldi. Shuning bilan xotir uydan chiqib, Tursun Yasin muallimni ziyorat qildim. Sadir palvonning tarixini qizish, qabrisini tepish, jamoatga taqdim qilish oson bo'lmadi, dedi u gapni uzun yillik tadqiqoti jarayonida pishiq egilagan Sadir tarixidan boshlab. G'ulji nahiyasining Oq O'zan yayliqida bir o'nkir bor. Bu o'nkirni xalqimiz Sadirning o'nkiri deydi. Muallimning aytishicha, Sadir palvon Manju cheriklari bilan so'qishib, eg'ir janglardan qaytganda ashu o'nkirni makon qilgan. Qoral yaroq yoshirgan.
U önkürnün taşlar sangılap turadigan nam to'risiga qarab yetib, jang planlarini tuzgan. Mahallani, xotin balllarını sig'inib tunlarni o'tkazgan. Ba'zida önkürdagi fidoyilari bilan manjularni razvedka qilgan. U turpan yuzi jili yuzidan qo'rg'asqicha berib qo'shin to'plagan. Düşman arasıga ba'zida buvay, ba'zida yosh bola siyoqida yasinib kirgan. Hatto it siyoqida yasinib, to'rt oyoqlab mengib kirib, düşman ahvolini egilagan. Ba'zida manju cheriklaridek yasinib, ularning arxon naqshisini aytib, sepiga qo'shilib olgan. U haqiqatan botur, chora tadbirlik sardor bo'lgan. Ko'p qitim xatarga tavakkul qilgan. Ko'p qitim tutilgan. Dahshatli qiynalgan. Manjular xuddi öküzning burniga shulik o'tkazgandek, uning burnini teshib tömür shulik o'tkazgan. Chekkisiga qizitilgan tömür tamg'i bosgan. Gavdasi shuncha zo'r palvonimizning faqat boshmalta qo'liga kirmak silib darga osgan. Birinchi qitimdila o'ng qo'lining boshmaltiqi uzilgan. U belidagi potisini yirtib, qonga milangan qo'lini ching bog'lab shu kechasi oq o'zanga qochgan. Muallim tushuntirib menga yana. Savolingizning naq javobiga kelsak, palvonning qabrisi uning jasad so'ngikidagi uzilgan barmoqi bilan o'ng chekkisiga besilgan tamg'ining ustixonda qoldirgan iziga asosan jazmlashtirildi. Shundoq qilib, oddiy qabrida yotgan Sodir palvonning ana yerining to'pisiga singib ketgan jismini butunlab chiqish mumkin bo'lmagani bilan uning ruhi tirildirilgan bo'ldi. Hozir bu yerga keladigan ekskursiyachi, o'qituvchi o'quvchilarning oyog'i uzilmaydi. Janub shimoldagi shaharlarimizdan, ishki o'lkalardan mu keladi. Palvonning qabrisi, xotir uyi avlodlarga tarix, vatanparvarlik darsi beradigan so'rin bo'ldi. Mendimi cho'ng armon qolmadi, dedi. Muallim, amsa kichik armonlar texi barkanda deb so'radim men. Sodir palvon qabrisining tepilishi, Sodir palvon xotiri uyining ochilishi mening cho'ng armonimni hozircha qondirdi. Boshqa armonlarchi uning haykalini qattiray degan edim, dedi u. Vah, bu gapni anglab, Opaldagi tilshunos olim Mahmud Qashqari bovimizning, Yakandagi muqamshunos Amonisa Xonishning haykallari ko'z oldimga keldi. Yana qahramon sarkardilardan bovimiz G'ani Boturning Qozog'istondagi haykalining tiklanish hikoyasi yodimga yetdi. Bunimi daplab etay. 1944-yili elida qurilgan Sharq Turkiston Cumhuriyetining qahramonlaridan biri, Uyg'urning yana bir qahramon azimati G'ani Botur 1960-yillarning 5-ida oilasi bilan Qozog'istonga ko'chman bo'lgan. Ömrü oxirlashib sakratga tushganda birodarlariga meni yerlikimga elib kirganda yuzimni qiblaga emas, eliga qaritib qo'yinglar. Vatanimni ko'rib yatay deb o'tingan ekan. Birodarlari uning iltimosini o'rindab, yerlikida yuzini eliga qaritib qo'ygan. Qabri teshini haykalnimi eliga qaritib o'rnatgan ekan. Mistin yasalgan haykallar ko'rkam ham chidamliq bo'ladi ekan, dedim men. 1941-yili 12-ayning 8-kunidan 1944-yili 1-ayning 17-kunigacha German armiyasi qamal qilib olgan Leningradni ozod qilish janglarida qahramonlik ko'rsatgan rus o'g'il qizlari uchun qattirilgan egizligi 10 metrcha keladigan vatan onaning boturlariga gul o'rimisi tutib turgan zo'rmis haykali. Tunji bo'lib Ayshariga qo'ngan Gagarinning Moskvadagi egiz ham ko'rkam sun'iy hamro bilan billa qattirilgan haykali. O'zbekistondagi Amir Temur haykali qatorliqlar bak yaxshi saqlanibdi. Yana Sankt-Peterburgdagi Neva daryosining bo'yida Nikolay II ning ot minib tog'da ketayotgan haykali bor.
Atның оң putining tapınida dəssilib, beşi micilgan yılanның çaçrab chiqqan ko'zlarigacha shundoq aniq turibdi. Yana Nivaning ikki qasnaqidagi yuzcha atliq chavandozlarning haykallarimi mistin bo'lg'ashqa, ba'zilari 3 asrga yaqin vaqtdan buyon mazmut turibdi, dedim men. Sadir Palvan haykalini meningmi mistin qattirgan bar edi, dedi muallim. Gej haykal ko'rkam bo'ladi, ammo umri mis haykaldek uzun bo'lmaydi. Mana bu mis haykalning loyihasi. U ustalga loyiha sızılgan qog'ozni yeyib, putkiniga 5 yil bo'lgan, ammo qog'oz yuzida qilayotgan loyihani ko'rsatdi. 60 ming yuan bo'lsa, yenimdiki yiqqan tökkunimni qo'shsam yetadi. Xotir saroyini qurish, bag'var alashtirishga 200 ming yuan ketdi. Shunga iqtisodimda sal üzükçilik bo'lyapti. Mana bugun Sadir Palvan xotir saroyini ziyorat qilganimga 6 yil bo'pti. Muallimning afsuslangan chiroyi hozirgacha ko'z oldimda bor. Sadir Palvanning mis haykali hozirgacha yo'q. Sadir Palvanning mis haykalini qattirishga kamligan pulni shu zamon makonga qo'yib o'ylasam bek ko'p bilinadi. Dünyadaki haykaltarashlik bilan o'z tarixini avlodining dunyoning ko'z oldiga tiklab qo'ygan paketlarga bog'lab o'ylasam, nihoyat oz pul va oson ishdek bilinadi. 1997 yili 4-oyning 5-kuni yakshanba. Canberradagi Avstraliya harbiy muzeyining bukkida daraxtzorligida Vyetnamlik, Amerikalik, Avstraliyalik askarlar uchun o'rnatilgan nurg'un haykallar orasidan o'tib ketib, eg'ir yaralangan sabdishini yerib holi qolmagan o'ruq eshakka ortib jang maydonidan elib chiqqan bir yarador askarning haykali oldida to'xtab qoldim. Nimishqa? Men shu kunlargacha tarixiy kitoblar, kinolardan jang maydonlarida faqat otlarningla muhim yordamchi bo'lganligini ko'p ko'rgan. Eshakning jangda asqatadiganligini ko'rmagan ekanman. Shu bir haykal tufayli eshakni uchratsam, jang maydonidagi ashu ulug' eshakka o'xshatadigan bo'lib qoldim. Tova. Haykalmi odamning ruhi dunyosiga shuncha cho'nqur ta'sir ko'rsatdi ekan, ha? Adam ma'naviy ozuqqa tashna bo'lganda bir haykal, ya'ni esil bir adabiy asar o'zining insonga estetik zo'q berish qimmatidan halqib ketadi ekan. Tushunganlar uchun mangu ruhi ozuq bo'la oladi ekan. Aqlli insonlarning botirlariga, ulug'larga hayvatlik, yiqilmas haykallarni tiklishimi shuning uchun ekanda. Bu harbiy muzeyning to'risi gumbaz shaklda yepilgan. Merkezi ko'rgazma zalining 5 metrcha egiz sirtqi temi butunlay qora rangda sirlangan. O'ng tarafida 2 dunyo urushida, sol tarafida 1 dunyo urushida qurbon bo'lganlarning nomi misli quyilib tomga o'rnatilgan edi. Ismlar shunchalik ko'pki, xuddi dunyoda odam qolmagandeklar. Qap-qara tamg'a o'yilgan ba'zi ismlarning ustiga udiliga, qizil, oq chechaklarning qistirilganligiga hayron qoldim. 90 yil burunqi 1 dunyo urushida jangda qurbon bo'lgan sabdishini, qerindishini, ota-onasini, buvi-mo'minsini yod etib, ularning botirona ruhidan ma'naviy ozuq izlab bu yerga keldiganlar nihoyat ko'p ekan. Qurbonlar tizimdagi temidan neri ketdim. Ko'p bosqichliq palampaydan tushib, uzunligi 25 metr, kengligi 5 metr keldigan sement ko'lchak bo'yiga chiqib qoldim. Ko'lchakda süp-süzük suv jimirlaydi. Ko'lchakning to'riga, suning ichiga yo'g'on mis das chilab o'rnatilgan edi. Dasda qip-qizil o't lavildaydi. Ular nima demakchi? Qahramonlar o'lmaydi demakchimi? Men ko'lchakka ingishib, suv ichida nurg'un tangi pullar dövülünüp
ketganligini ko'rdim. Tushundim. Xolis iyona. Muzeumni kengaytish, yangi haykal qattirish, remont qilish, asrash qatorliqlar uchun chuqum. Shu chaqda 10 yoshlardagi bir qizchaq opisi bilan ko'l bo'yiga keldi. Opisi uningga $1 tanga berdi. Qizchaq uni suvga tashladi. Yolg'iz tanga suning tagida dövlangan tangalarga qo'shilgandan keyinla u xotirjam bo'lib opisining keyindan yugurdi. Hurmatli o'qirman, demoqchi bo'lganlarimni tushundira oldimmi yo'q? Yana yeshib berdisingizmi mayli, yeshay. Avat şəhərlərimizin koçalarında hər günü müküdək çepib yürüb, pul tepivatqan, xəşləvatqan qeyrindaşlarımız bir taldan alyumin təngi asımı Sadır Palvan, G'ani Baturning, Şəfqat həmşirimiz Rizvangulning, alim ədiblərimizning, yana desəm, Jungoda uda 5 yil boks padişahı atalğan Abdüşükür, Uyghur namini olimpik tarixiga yazgan Abdurahmanlarning heykeli qad ko'tirmasmidi? Biz o'zimizning tarixiy mashhurlarimizni, davrdosh mashhurlarimizni qadrlamasak, tonimisak, dunyoni to'nig'inimiz, tushunganimizning nima ahamiyati? Men Sadir Palvan uyidan qaytgan kuni ashundaq armonlarda puchilandim. Hozirmi shundaq o'ylayman. Uqmadim. Qachon, qaysi ko'lchakka, ashundaq ulug' ishlar uchun bir tangi bo'lsa-mu, tashlashni kim, qaysi aqlli inson boshlab berarkin? Men shundaq ko'lchakka har kuni bir taldan tangi tashlashga rozi edim. Ili Daryo jurnali 2003-yili 6-son.